Üst birlik haqida izohat. Aziz Sharqiy Turkistonlik muhojirlar. Biz diaspora Uyg'urlari vatanimizda tez sur'atda davom qilayotgan qirg'inchilikni hech qanday bir shaklda to'xtalmaganligimiz reallikini chiqish qilib turib, Türk universitetida xizmat qilayotgan 3 professor oldi keyni bo'lib 3 oy ichida diasporadagi mavjud dernek tashkilotlarning texmo tashkillik, texmo kasbiylashgan, texmo tuzumlashgan holda faoliyatlarini texmo unumli natija ola oladigan holatga kelmak uchun boshda Turkiya Cumhuriyatiga Sharqiy Turkiston Uyg'ur nomida qurilgan dernek va tashkilotlarga, yurt oqsoqollari va muhojiratga har soha kishilarga, barliq dernek tashkilotlarga vakillik qila oladigan bir üst birlik qurishning taxirsiz bir zaruriyat bo'lib qolganligini taklif va tavsiya qildi. Bu taklifga bir mustaqil tadqiqotchi, shar'iy ilmlar doktori ovoz qo'shdi. Bu taklif va tavsiyalar yozma maqola shaklida munbarlarda e'lon qilindi. Pidai ekranda rasmiy program shaklida asosliq ramkasi bilan izohlandi. Türkiye ichi va sirtdan keng xalq ommasi, ko'p sonliq ziyoli, jamoat arboblari, bir qism vahba, dernek mas'ullari, xodimlar, aktivist faoliyatchilar, peshqadam mo'tabarlar, tijoratchilar har xil shaklda qo'llaydiganligini bildirib, vatanga zulmga qarshi texmo kuchlik inqasni qaytarishdi. Diasporadagi kuchni va har xil energiyalarni birlashtirish uchun bundaq üst birlikning muhimligini, shundaqla diasporaning har xil masalalarini texmo atrofliq va tez sur'atda hal qilish uchun mavjud dernek va tashkilotlarning tez o'zgarayotgan dunyo vaziyatiga mos holda kasbiylashishi, tuzumlashishi va har jihatdan xalqimizga ochiq va durust bo'lishining zaruriyatini ta'kidlashdi. Turkiyadagi barliq Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarga munosabatlik dernek va ijtimoiy tashkilotlarni o'z ichiga olgan üst birlik qurish taklifi o'ttirib qo'yilgan maqola va programmada hech bir zamon mavjud har xil qismiy birliklar, dernek va siyosiy tashkilotlarning bugungacha ilib borgan Sharqiy Turkiston da'vosi va ya mustaqillik ko'rish haqidagi to'hfalarni inkor qilmagan, chetga qoqmagan, rad qilmagandir. Ushbu taklif mavjud derneklar va ba'zi ijtimoiy tashkilotlarning 2017 yildan keyingi Sharqiy Turkiston vaziyatiga va xalqimizning kutgan talablariga yetarli darajada javob bera olmaganligini, masalalarni hal qilishda yetarsiz qolganligini, boshqalarni chetga qiqish xohishining borligini, kasbiylashish, tuzumlashishning va xalqimizga munosabatlik har ishda ochiq bo'lmaganlikdek yetarsizlikni ta'kidlagandir. Bu samimiy taklifdan bir qisur izlash, yomon tarafga burumlash, birlik va ittifoqligimizga ziyon berib qolmasdan, do'stlarimizga alam, dushmanlarimizga kulgi ilib keladi. Mushundaq bo'lishiga qaramay, bu taklif va tavsiya haqidagi yozmalarni tafsiliy o'qib boqmagan yoki to'liq tushunmaganlar buningdan har xil ma'no chiqarib, o'ngga so'lga burumlash orqali o'ttirib qo'yilgan taklif va tavsiyaga qarshi chiqishganligi ko'rildi. Hatta ijtimoiy taratqularda keskin munozirlarga sababchi bo'lgan. Uyg'ur xalqining ziyolilari bo'lish sifatimiz va ziyolilik mas'uliyatimiz bilan o'ttirib qo'ygan bu samimiy taklif fikrimizning nima uchun ba'zi kishilarni mundoq bearam qilayotganligini tushuna olmadik va buni aziz xalqimizning vijdoniga havola qildik. Bu hol va bu manzara chin qalbidan Sharqiy Turkistonni so'ydigan va da'voda va milliy kurashda utuq qozonishni xohlaydigan Sharqiy Turkistonliklar asla arzu qilmaydigan bir ko'rinish edi. Bu aslida da'voda va milliy kurashda samimiy bo'lganlar uchun samimiy bir taklif edi. Bu taklifimiz do'stlarni so'yindirib, dushmanimiz Xitoyni bearam qilish kerak edi. Halbuki bu bir qism kishilar bizning tanqid va tavsiyalarimizni kamtarlik bilan qabul qilib bizga do'stlik qo'lini uzatganning o'rniga bizni dushman qatorida ko'rib, bearam qiladigan so'z va harakatlarda bo'ldi. Biz burunma aytib o'tgandek, hozir burunqidimmi kuchlik birlik va ittifoqlikqa ehtiyojimiz borligini ta'kidlaymiz va urg'ulaymiz. Ig'ir zulm ostida ingrayotgan Sharqiy Turkiston xalqi buningga tashna. Chunki dunyoda texicha Sharqiy Turkistonliklar tarafidan qurilgan 100 ga yaqin har xil derneklarga, qismiy birliklarga, siyosiy va askariy tashkilotlarga, har soha zotlarga, xususan kasbida utuq qozongan, dunyoni va yashayotgan davlatlarni obdan bildigan har soha ziyolilarga xitob qila oladigan, ularni chetga qoqmaydigan,
universal bir üst birlik və bundaq birlik tərəfindən hər qaysı əllərdəki dərnək təşkilatlarını nazarat qılıb təftişləydigan mexanizma ro'yobga chiqqani yo'q edi. Vətən içidəki hazırki vəziyyət bolsun, yoki xalqaradakı o'zgarayotgan vəziyyət bolsun, xususan Xitoy virusdan keyin şəkilləngusi yangi dunyo tərtibi Sharqiy Türkistonliklardan kəsbləşkən, tüzümləşkən, qanuniylashqan süzük bir üst birlikni, yangi bir üst qarar mexanizmasini o'ttirg'a chiqarishni kutmoqda. Bu təklif fikrini aziz millatimizning yuksak irodasiga sunamiz. Milliy irodaga cheksiz hurmat qilamiz. Oliy ehtirom bilan Professor Doktor Alimjon Inoyat, Professor Doktor Abdurish Jalil Qarluq, Professor Doktor Varis Chaqan.